Avtomobilga o'yma kalit yasash. Mana. Beknoy kalit. Buni o'yib chiqarish kerak. O'yib chiqarish kerak buni. Zakotovkasi bor mana. Javasi bor mana. Mana razmeri bir xil. Eni ham, bo'yi ham hamma yo'q bir xil. Uzunligi ham. Mashina yasab turib, keyin mana jag'liga qo'yish kerak bu yoqqa. Mana bu yoqqa qo'yish kerak. Buning uchun men o'zi chiqarib tayyorlab qo'ydim. Mana o'zidagini chiqardim, bo'shatib, bu yerda turadigan shu o'zini frezalarini. Bu yoqda razmeri bilan o'sha tumaloq freza bo'lish kerak bunga. Xullas shu. Bu freza o'yadigani bu. Buni razmer bilan bir xil bo'lish kerak, mana onasining uchi. Bu abrazes bu. Abrazes chap tomonga qo'yiladi, aylanmaydigan tomonga qo'yiladi asosan. Bu tomon aylanadigan tomoni bu yoqqa o'sha mana frezani qo'yib qatirib olamiz. Hozir frezani qo'yib oldim, endi uni qatirish kerak. Qatirish uchun oldin buni qo'yib, bu chekasiga qo'yib, o'zimizga moslab qo'yib olamiz buni. Qo'ygandan keyin kalitni joylashtiramiz. Kalitni joylab, hozir qatiraman. Bu tomoniga ham buni qo'yib turib, zakotovkani qatirib olaman. Frezani qatirishdan oldin buni tushirib turib, keyin qatiramiz. Ikki tomon teng bo'lish uchun bu kalit yasayotganlar biladi o'zi. Jalla o'sha tayyorlab bo'ldim. Endi buni eskisini o'rnidan chiqarib, eskisi sinib qolib ketgan, shuni chiqarib turib, hozir o'rniga joylab qo'yaman, bo'ldi. Shu bilan kalit tayyor. Keyin kimga qiziq bo'lsa, mabodo chip mashinaga chiplar ham qilaman. Qiziqsanglar o'rgataman lekin. Qani buni chipi bormi yo'qmi bilamiz hozir. Chipi bor ekan. Chip tur A. Biz apparatimiz bu chipni o'qiydi ekan. Boshqatda yana bir 46 chip nazar qilib, qani bunisini qo'yaylik. Bu ham bir xilmi? (46) 2F9B. Qani ikkasi bitta mashinaniki bilamiz hozir. 2F9B. Значит, ikki xil mashinaniki ekan chiplar. Qani tushunarli. Xullas shunday gaplar.